Assalomu alaykum skuter haydaydigan muxlislarimiz. Charchamayapsizlarmi skuterchilarimiz? Xullas, bitta iltimos bilan bizga murojaat qilishuvdi. Shuni Xudo xolasa sal tushuntirib o'tmoqchimiz. Akkumulyatorlar to'g'risida, mana shunaqa akkumulyatorlar to'g'risida. Qaranglar. Tushuntirib o'tamiz. Zaryadchik mana qaranglar, 72 ga 58. Bu 72 ga 58 degani 6 ta akkumulyator bo'lish kerak degani. 6 ta akkumulyatordan 58 amperli akkumulyatordan 6 ta bo'lsa 72 volt bo'ladi degani. Misol mana 60 ga 70. 70 li akkumulyatorimiz bo'lsa, shu 5 tasi bo'lsa 60 volt bo'ladi. Mana misol 60 ga 58 bu degani 60 voltimiz 5 ta akkumulyator 58 amperdan 5 ta bo'ladi degani. Endi masala mana qaranglar, bu yerda mana bunaqasi ham bor. Qani nechi ekan bu? 48 ga 20. Mana kichkina mototsikllarimiz, kichkinalari. O'shalarga misol 48 ga 20. 4 ta akkumulyator 48 volt degani, misol 12 dan hisoblasanglar 4 tasi 48 volt bo'ladi. 20 amper, kichkina amperajli. Tak, bu yerda mana 48 ga 45. 48 volt 4 ta akkumulyator 45 li amper 45 li akkumulyatordan 4 ta degani. 60 ga 45. Mana 6 ta 5 ta akkumulyatorimiz 5 ta akkumulyatorimiz 12 voltdan 45 amperli. Endi qaranglar, masalaning ikkinchi tarafi. 72 volt, mana 60 volt. Bular farqi nimada bo'ladi? Bularning farqi shundaki, mana qarang, agar 72 lik bo'lsa, mana zaryadchingiz 72 lik, agar akkumulyatoriz 5 ta bo'lsa, ishirib yuboradi. 6 ta bo'lsa ishirmaydi. Keyin yana mana bitta 62 70 yozilgan. Misol 62 70 5 ta akkumulyator 70 amperlikda. Ammo bu misol 60 ga 58. 60 ga 58 bo'lgandan keyin 60 ga 58 bo'lgandan keyin mana bu misol aytaylik 70 amperlik akkumulyatorimizni zaryadchigini 58 amperli anaqa akkumulyatorimiizga qo'ysa bo'ladi. Yaxshi to'ldiradi, sal nisbatan tezroq to'ldiradi, lekin zarari ham bo'ladi. Shuni inobatga olinglar. Bir xilda sal kattasini olib yaxshi zaryad beryapti degandek qiladi-yu, lekin masalaning ikkinchi tomoni bo'ladi. Misol 2 amper, 3 amper yo bo'lmasa 5 ampergacha farq qilmasligi mumkin. Misol aytaylik 60 ga 58 amper bo'lsa, 60 ga 65 amperli 60 volt 65 amperli, misol shu 5 ta akkumulyator faqat amperaji kattaroq bo'lsa, misol zarari kamroq. Lekin mana bunaqa 60 ga 70 bo'lib turib, mana 70 amperlikni zaryadchigini 58 amperlik zaryadchiga qo'yadigan bo'lsanglar, akkumulyatorga qo'yadigan bo'lsanglar, sal zarar keltirib qo'yadi. Shuni inobatga olasizlar. Keyin yaxshilab tushunib olinglar. Mana shu 60 nima, mana yerda 48 nima? 48 nima? Mana bu yerda 48 yozilgan. 48 nimaga? 60 volt nimaga? Mana shu tushunchaga ega bo'linglar. Mana 60 degan 60 bilan 48 farqiki, bittasida 4 ta akkumulyator, bittasida 5 ta akkumulyator bo'ladi. Shuni farqini bilib olinglar. Har doim shu narsaga e'tibor beringlar. Hamma narsasiga mana ehtiyot bo'lib, zaryadga qo'yayotganda ehtiyot bo'lasizlar. Keyin zaryadga qo'yayotganda ko'pchilik adashadigan narsa. Birinchi bo'lib rozetkaga tiqib olasizlar. Rozetkaga tiqasizlar. 5-10 sekund kutib, undan keyin zaryadkaga ulaysizlar. Ungacha ulamanglar iloji boricha. Rahmat Kotakon. Like, podpiska esdan chiqmasin. Sizlar uchun yanada qiziqroq videolar qilishga harakat qilamiz. O'sha ko'proq qiziqtirgan savolinglar bo'lsa,
kommentariyada yozib turishinglar, xudo xolasa o'shanga qarab video chiqaraveramiz. Har bitta odamga javob bera olmasligim mumkin, lekin iloji boricha o'sha savollar bilan kerakli narsalarni so'rasanglar, xudo xolasa o'shanga qarab sekin-sekin videolarni chiqaraveramiz. Rahmat hammaga.